Luka Modric Italiyaga, Manchester City esa Kevin De Bruyne'ga o'rin bosar topdi. Real Madrid esa Lamine Yamalning agenti bilan muzokaralar olib bordi. Do'stlar, sizlarga issiqqina, qaynoqqina nondagi yangiliklar tayyorlab qo'ydim. Shuning uchun hoziroq like bosib qo'ying. Qanchalik bu videoda tez 2000 ta like urib qo'ysanglar, shunchalik tez yangi video chiqadi. Va albatta obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Bizni hali ham juda ko'p odamlar obunasiz tomosha qilyapti. Endi esa yaxshilab o'tirib oling, yeyishga narsalar olib oling, chunki biz boshladik. Xo'p, keling birinchi bo'lib hammaga qiziq bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni Lamine Yamal rostdan ham Real Madridga o'tib ketishi mumkin edi. Hali mashhur bo'lmaganida emas, balkimda allaqachon eng yuqori darajaga chiqqanida. O'tgan yili bo'lib o'tgan Yevro paytida Real Madridning prezidenti Florentino Perez shaxsan ispaniyalik bolakayni agentiga qo'ng'iroq qilib, uni Realga olib kelmoqchi bo'lgan. Ammo oxiri bu gap Yamalga yetib kelganida, u darhol hech qanaqa muzokaralar olib bormaylar deb aytgan ekan. Eslatib o'tamiz, o'sha paytda u 16 yosh edi va shunaqa yoshda shunaqa xarakterga ega bo'lish bu rostdan ham hurmatga arziydigan narsa. Eslatib o'tamiz, uning otasi Real Madridning muxlisi edi va Yamal yosh bo'lganida g'alati eshitilarkan bu. Taxminan 12 yosh bo'lganida uni Madrid jamoasining akademiyasiga bermoqchi bo'lgan. Ammo o'yinchi yo'q deb Barselonani tanlagan. Barsa muxlislarini tabriklasak bo'ladi. Chunki bunaqa futbolchi keyingi 10, balkimda 20 yil shu jamoani o'z yelkasida ko'tarib boradi deb bemalol aytsak bo'ladi. Do'stlar, bilasizlar, hozircha bizni YouTube kanalimizda reklama yo'q. Shuning uchun sizlar endi bizni moliyaviy tarzda qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Videoni opsaniyasiga kiradigan bo'lsanglar, birinchi havola orqali o'tadigan bo'lsangiz, tirikchilik saytiga kirasiz. U yerda esa imkoniyatlarga qarab bizga pul donat qilib, xohlagan savolinglarni yoki takliflarni bersanglar bo'ladi va bu keyingi videolarimizda 100% chiqadi. Agarda qanaqadir savol yozgan bo'lsangiz, albatta javob berib o'taman. Biz hech kimni majburlamaymiz. Agarda xohlasangiz, o'z hissangizni kanalimiz rivojiga qo'shsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Manchester City ketayotgan Kevin De Bruyne'ga o'rin bosar topdi. Tanishing, Ryan Cherki Olympique Lyonning bu mavsumdagi eng yaxshi va eng yulduzli futbolchisi. U ham De Bruyne'ga o'xshab juda ham aqlli va assist beradigan usta. Masalan, bu mavsumda 35 ta o'yinda 8 ta gol va 18 ta assist uzatgan. Ammo uni Belgiya afsonasidan farqi shundaki, u ko'chada futbol o'ynashni o'rgangan. Va hammamiz bilamizki, ko'chada o'ynashni o'rganganlar ko'pincha o'zlari aldab o'tib, chiroyli harakatlar qilib, gol urishga harakat qilishadi. Qisqacha gapirganda, Pep Guardiolaga o'zini taktikasiga bunaqa o'yinchini qo'shish qiyinroq masala. Lekin shunga qaramay, iste'dodi yuqori darajada bo'lgani uchun yomon taraflariga qaramasdan Manchester qo'lidan kelgancha aynan shu o'yinchini sotib olishga harakat qilmoqda. Undan tashqari United va Tottenham ham Cherkini o'z jamoalarida ko'rishmoqchi. Olympique Lyon uni transferdan kamida 60 million topishni istayapti. Va oxiri qaysi jamoaga u o'tib ketishini biz tez orada bilib olamiz. Luka Modric Real Madridni tark etganini bilasizlar va unga Saudiyadan, AQShdan takliflar kelishiga qaramay, u hali ham yuqori darajada o'yna olaman deb Italiyaning Milan jamoasiga o'tib ketyapti. Nimaga aynan Milan? Asosiy sabablardan biri u Real Madridga qarshi o'ynashni istamayapti va tushunganingizdek Milan Chempionlar Ligasida keyingi mavsum o'ynamaydi va bu degani Luka o'z niyatiga yetadi. Eslatib o'tamiz, Xorvat keyingi yil 40 yoshga to'ladi. Siz esa qancha bunaqa yoshda eng yuqori darajada o'ynab yurgan futbolchilarni bilasiz? Ma'lum masalan, Cristiano va
Ibragimovichni misol qilib keltirsam bo'ladi. Siz esa o'z fikringizni izohlarda albatta yozib keting. Krishtianuni esladik, shuning uchun keling u haqida bitta ma'lumotni ham aytib o'tamiz. Oxirgi ikkita videoyimizda u klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etmoqchi ekanligini va yodganda ijaraga kuchli jamoaga o'tib ketishi mumkinligi haqida gapirgan edik. Ammo afsuski kechagi bergan intervyuda Ronaldo afsuski bu turnirda ishtirok etmasligini aytib o'tdi. Shundan keyin esa darhol portugaliyalik Al Nassr bilan deyarli kontraktini uzaytirgani haqida ma'lumotlar chiqdi. Nima ham derdik, to'g'risi juda ham achinarli holat. Chunki yodganda bir oyga bu afsonani yana bir bor eng yuqori darajada ko'rishni menimcha hamma istagan edi. Undan tashqari bu intervyuda unga juda ham ko'p qiziq savollar berishdi. Masalan, bir kun kelib u Messi bilan o'ynaydimi deb so'rashdi. Uni javobini esa faqatgina bizni Telegram kanalimizda bilib olasiz. Do'stlar, rostdan ham videoyimni ko'p odamlar ko'radi, ammo Telegram kanalim borligi haqida esa hamma ham bilmaydi. Havolani sizga izohlarda qoldirib ketaman. Hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki u yerda eng tezkor yangiliklar, ayniqsa hozirda juda ham ko'p futbolchilar yangi jamoalarga o'tib ketyapti va bularni hammasini videoda gapirib o'tolmaymiz. Ammo Telegram kanalimda albatta bu haqida ma'lumotlar chiqadi. Undan tashqari televizorda ko'rsatmaydigan o'yinlarni qayerda ko'rishni ham aytib o'taman va bir xillarda eski o'yinlarni ham eslab birgalikda ko'ramiz. Qisqacha Telegram kanalimda juda ko'p qiziqarli narsalar bo'lib o'tadi. Hoziroq yana bir bor hoziroq obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'tgan yili Hansi Flick Barselonaning bosh murabbiyi bo'lganida u jamoaga qari bo'lgan futbolchilarni olib kelmayman deb aytgan edi. Eslatib o'tamiz, o'sha paytda Barselona Kantega qiziqish bildirayotgan edi. Ammo kutilmaganda bu yil nemis murabbiy Ivan Perisichni o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi. Bekor emas, chunki Xorvat 36 yosh bo'lishiga qaramay, o'tgan mavsum PSVda 39 o'yinda 16 ta gol urib, 11 ta assist uzatgan va yozda u erkin agent bo'ladi. Eslatib o'tamiz, murabbiy va futbolchi birga Bavariyada ishlashgan. Men bu o'yinchini esa juda yoqtiraman, chunki u Tottenhamga ham o'ynagan va o'zini rostdan ham zo'r ko'rsatgan. Birinchi bo'lib hayolimga keladigan narsa bu uni Virgil van Dijkga qarshi finta. Agarda siz ham buni ko'rgan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Qisqacha bu o'yinchi o'z ishini ustasi. Shuning uchun yoshi o'tganiga qaramay, hali ham yuqori darajada o'ynoladi va shunaqa yosh tarkibga ega bo'lgan Barselonaga bunaqa tajribali o'yinchi juda ham zarur. Va bo'ldi do'stlar. Bugungi eng muhim yangiliklar haqida sizga gapirib o'tdim. Endi esa kviz vaqti keldi. O'tgan videodagi o'yinchini har doimdek ko'p odamlar topdi, ammo to'g'ri yozganlar juda kam edi. Albatta bu Antoine Griezmann edi. Keling endi bu safar mana shu futbolchini topib ko'ramiz. Har doimdek qoidalarni yana bir bor eslatib o'taman. Keyingi videoyimizda chiqishni xohlasangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak. To'g'ri javobini birinchilar qatorida yozishingiz kerak. Qoidalarga yaxshilab ahamiyat bering. Va bo'ldi do'stlar. Siz bilan Jonim futbolim kanali edi. Jamoalarga faqat g'alaba tilab qo'yaman, sizga esa faqat sog'lik tilab qo'yaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.